Assalomualaikum do'stlar, yaxshimisizlar, tilaymisizlar, charchamay. Mana xudo xolasa kafillarimizni ham mana tugatdik. Endi zatirkasi qoldi. Xudo xolasa mana kafilning tepasini ham 5-6 sm sho'p qo'ydik. Tekis qilib. Ertadan keyin patologdan kelganda ham masalan kafil bo'lsa, kafilni maytdan 4 sm baget qo'yib, teshib, kafilni qiynalib yurmaydi teshib. Keyin patologimizdan tushib ketmaydi 4-5 sm. Ana shu kafilni tepasiga qo'yibdi hozir shu ustiga. Buni baget qo'yib, kafil bilan tekis qilib patolog chiroyli qilib qatirib ketishaveradi. Agar kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz albatta xursandmiz. Like va podpiskalarni ayamanglar.